Insoniyat tarixidagi xavfli sanalgan kasalliklardan biri bu odam organizmidagi immunitet tanqisligini keltirib chiqaruvchi virus, ya'ni AIDS hisoblanadi. 1 dekabr sanasi AIDSga qarshi Butunjahon kurashish kuni sifatida belgilangan. Ushbu sana 1988-yildan buyon dunyo bo'ylab nishonlanadi. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi retrovirus gruppasiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallik bo'lib, 2 davrga bo'linadi: OIV infeksiyasi va bevosita AIDS davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davr. Virus odam organizmiga tushgach, 2-3 kundan so'ng 25-30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta'siriga immunitet tizimi ma'lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog'liq. Lekin bu davrda antitanalarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu bois odamga ushbu infeksiya ilashgani to'g'risida virus organizmga tushgandan so'ng 90 kun o'tkazib olingan tekshirish natijasiga qarab xulosa chiqarish mumkin. Ushbu infeksiya keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lgani uchun muhofaza tadbirlari ijtimoiy hayotning barcha soha vakillari ishtirokida olib borilishi lozim. Har bir yigit-qiz bu infeksiyani tarqalish yo'llari, uning oldini oladigan tadbirlardan xabardor bo'lishi va o'zini undan ehtiyot qilishi kerak.